Tomoq og'riganda 97% odam mana shu xatoni qiladi. Qanday xatoligini bilmoqchimisiz? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Bu xatolarga quyidagilar kiradi. Antibiotikni o'z boshimchalik bilan ichish. Tomoq og'rig'ida 90% holatlarda virus etiologiyali bo'ladi. Bunda antibiotik ta'sir qilmaydi. Issiq choy yoki issiq suv ichish bu tomoq og'rig'idan xalos bo'lish degani emas. Bu aksincha tomoqdagi shilliq qavatlarni kuydirib qo'yishi mumkin. Muzdek narsalar yeyish, ichish bu tomoq og'rig'idan xalos bo'lish degani emas. Aksincha, bu tomoq og'rig'ini kuchaytirib yuborishi mumkin. Spirt bilan aslo tomoqni chayib ko'rmang. Bu shilliq qavatlarni kuydirib qo'yishi mumkin. Bu xatolarning o'rniga uy sharoitida ko'proq iliq suyuqlik ichish, tomoqni tuzli iliq suv bilan chayish, dam olish va yetarli uyqu shifokor nazorati ostida og'riq qoldiruvchi tabletkalar yesangiz bo'ladi. Agar tomoq og'rig'i 5-7 kundan ortiq davom etsa, yuqori isitma, yutinishda qiyinchilik, nafas olishda muammo bo'ladigan bo'lsa, albatta lot shifokoriga murojaat qiling. Videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ying.